Uy ichiga dish qurish har doimgidek. Ish qizg'in ketyapti, pergorodkalar bo'ldi. Ichkarini obshvat qilyapmiz. Qulayroq variantda so'raganlar uchun mana dekor plastdan qalinligi 1 sm devordagi haqiqiy. Buni ertaga muammo bo'ladigan, sinib ketadigan holatda emas. Mana polni reykasini to'qigandan keyin falgalarni solib tortib qilinadi. Bu tomon mana rom taraf bo'lganligi uchun ichkaridan obshipka qilinadi. Ertaga bu deraza olib tashlangandan keyin orqa tarafini ham obshipka qilib qo'yiladi. Bu yerda dimoxod bor, bo'yi 280 bo'lgan. Bu yerda unitaz, bu tomonda dush, yoshi kattalar uchun akamiz qurib beryaptilar, ota-onalar uchun. Montajlari ichki bo'lgan mana. Orqasida qoldirilgan hammasi. Bu yerda dush, unitaz, asosiy suv kirish xoti. Bu yerda avariyniy kraynik bo'ladi. Bu yerda ariston degan joy mana. Usulinni qilib tashlab ketilgan ariston uchun. Ariston bo'yi baland. Bu yoqqa hojatxonaga kirgan odamga xalaqit qilmaydi. Xo'p, xonamiz umumiy razmeri 1.20 ga 2.40. Bu yerda shu romga eniga to'g'rilab ketilyapti. Xudo xolasa bu ichki obshipkalari bitgandan keyin tashqarini ham polni gipsokardon bilan yopib beramiz. Elektrikalari bu yerda turibdi, hozir osilib, sochilib ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa kimga mana shunaqa ishlar qilish kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Arzon variantda deganlarga arzonroq, holatga qarab qilinaveradi. Ko'rishlaring mumkin. Oldingi videolarimda aytganimdek arzonroq bo'lib, juda ham arzon tushib ketmaydi. Rasxod, hamma narsa 100% rasxod bo'ladi, faqat bitta mana shu obshipkani o'zida narx ozgina farq qiladi xolos. Arzon bo'lib, juda ham arzonga bitib ketmaydi. Videolarimizni kuzatib borasizlar, albatta bitgan holatini ham qo'yib boramiz.